Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan gida o'rnatib ko'ramiz. Gida nima deb so'rayotganlar uchun Steam'dagi barcha pulli o'yinlarda tekin yuklab olsanglar bo'ladi gidada. Любой o'yinlar tekin yuklab olsanglar bo'ladi. Qani biz bugungi videoni boshlaymiz unda. Home'ga kiramiz. Sketchat deb yozamiz. Sketchat. Saytiga kiramiz, o'zini saytiga. Mana. Keyin downloadni bosamiz. Installer. Yuklab olishini kutamiz. Videoda diqqat bilan ko'rishingizni tavsiya qilaman. Agar sal xato qilsangiz ham keyin bu ishlamashi mumkin-da, o'shaning uchun. Ochamiz. Kiradi. Uстановka qilamiz. Uстановka bo'lgan paytda videoni anaqa qilaman, yana boshlayman. Qani. Gidimani. Bu yerda uni tanlash shart emas. Uстановить ezamiz. Barcha okey. Maslahatim bu gidada ko'p o'yin sketchat qilmanglar. Masalan, eng ko'pi 3 ta qilinglar yo 4 ta qilinglar. 4 tadan keyin kompyuterlarga virus tushib qolishi mumkin. Shuning uchun. Qabul endi. Hop, men готов deymiz. Bunaqa olib kelib ketadi gidaga. Ko'p ketgandan keyin kutamiz, jichchana bo'ladi. Meni kompyuterim biroz ishlamay qoladi. Hop, kirganimizdan keyin nima qilamiz? Biblioteka, настройки. Mana. Sizlarda mana bu yer bo'm-bo'sh turadi. Menda ham hozir bo'm-bo'sh o'chirib olganman. Hamma bo'm-bo'sh turadi. Mana. Menda bo'm-bo'sh emas ekan. Hammasini udalik qilib chiqaman ularni. Udalik. Sizlarda xuddi shunaqa turadi. Endi buni to'ldirish uchun buni to'ldirish kerak. Bunda o'ylab sketchat bo'lmaydi. Ho'p, kirasizlar. Men bu saytni ana описаниеda qoldiraman. Silkasini описаниеda qoldiraman. Kirganimizdan keyin nima install bosamiz. X shunaqa qilib ko'p tez olib kelib ketadi. David uchasnik deb shunaqa qilib qo'shib chiqasizlar. Faqat mana bu ko'kdagini qo'shinglar. Qolganini qo'shsanglar virus tushib qolishi mumkin. Mana uni qo'shsanglar bo'ladi, yashilni ham qo'shsanglar bo'ladi. Shunday qilib bitta qo'shib chiqamiz. Uchasnik. Qo'yib chiqqanimizdan keyin
bitta xohlaganinglarcha qo'ysanglar bo'ladi. Qancha ko'p qo'shsanglar, shuncha o'yinni ko'p skecha qilsanglar bo'ladi. Ba'zi o'yinlarda shuna link o'yin deb beradi, qo'yib chiqaverasizlar. Ikkinchi qatorga o'tamiz. Bu yerlarda ham mana bunaqa NFS degan qizillarni o'rnatmanglar, bular virus bo'ladi. Xo'p, keyin o'rnatganimizdan keyin bunga kelamiz. Masalan, любой o'yinlarni yozasizlar, masalan. Nima desa bo'ladi? Schedule. Chiqmadi. Farqi yo'q. Masalan, любой o'yinlarga kirasizlar. Добавить uchun sketchat. Keyin mana sizlarni o'yininglarda pastida mana bunaqa joylarida arzon emas, kam megabaytlik turadi. Masalan, 1 gigabaytlik narsani 500 megabayt, 600 megabayt ularni o'rnatmanglar. Ular ishlamaydi. Eng tepasidan o'rnatsanglar, ishlaydi. Katta megabayt, gigabaytlik bo'ladi. O'shani o'rnatsanglar bo'ladi. Bu любой o'yinlarni sketchat qilib o'ynaysizlar. Boshida ham aytganimdek ko'p qilmanglar, ko'p o'yin tortmanglar. Virus tushib qolishi mumkin. Eng ko'pi asha 3-4 ta o'yin o'rnatinglar. Sizlarga maslahatim shu. Sizlar bilan Feroz Minecraft bo'ldi. Yana keyingi